Bu videoni erkaklar o'tkazib yuborsin. Ayollar, sizlar yaqinroq kelinglar. Fabrik kompaniyasining prokladkalari juda ham qulay ochilishiga, boshqa prokladkalarda esa ochilishi mahkamlanishga yonidan ochiladi. Va masalaga xos eksperiment orqali ko'rsatib beraman qay darajada mukammalligini. Yopishtirishi juda ham qulay. Natural prokladkasi. Always prokladkasi. Va qay darajada suyuqlikni o'ziga shima oladi. 10 gram shpritsda fabrik prokladkasi. Ikkinchisi naturalda bilasizlar. Suyuqlikni o'ziga qay darajada shimishi. Bu esa always. Fabrik prokladkasiga salfetga yopamiz. Naturallaga yopamiz. Alwaysga yopamiz. Bahoni o'zingizlar beringlar. Fabrik kompaniyasining prokladkasining ichida chipi bo'lib, bu shamollashlarni oldini olib beradi va kasalliklar yuqishini oldini oladi, infeksiya tushishini oldini oladi. Hattoki uzoq safarlarga borganingizda ham chip sizni muhofaza qilib beradi. Har doimgidek tanlov sizda.